Assalomu alaykum. Mana ko'rib turibsiz, biz hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrining janubiy qismi, janubiy chegarasidamiz. Bu yerda ilgari bu yerlar asosan keng saholar o'zlashtirilmagan hududlardan iborat edi. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasida mana start olgan yashil makon loyihasi doirasida bu yerda keng ko'lamda ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirildi. Natijada mana hududga moslashgan har xil mevali va manzarali daraxt ko'chalari o'tkazilib, hududlar o'zlashtirilmoqda. Bugun ham xabaringiz bor. Yashil makon loyihasi doirasida mana dolzarb 40 kunlikka start berildi. 25-martdan boshlab va shu kundan boshlab mana turli idoralar, muassasalarning vakillari, shu bilan birga yoshlar vakillari hududlarda ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirishmoqda. Bu yerda ham bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tashabbusi bilan keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Biz ayni paytda mana mutasaddilarni suhbatga tortamiz. Yonimizda mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi yetakchi inspektori Quvonchboy Yusupov bo'ladi. Quvonchboy, mana yashil makon umumiy loyihasi doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshirgan ishlar, shu bilan birga mana start olgan dolzarb 40 kunlik doirasida qilinadigan vazifalar haqida o'zingiz aytib o'tsangiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi 2022-yil bahar mavsumida Jasıl makon umumiy milliy joybarin aniq chora-tadbirlarga tekrarlangan holda yo'l kartasi amalga oshirilib, 8.750.000 dona mevali ham dekorativ teraklar yegiluvi sho'lkomlashtirildi. O'sha Jasıl makon umumiy milliy joybarin amalga oshiruvda Nukus qalasi Jedeli Baysin makon fuqarolari jiyinida yoshlarimiz ham nuroniy ag'alarimiz tomonidan 12 gektar maydonga 11 mingdan ziyod mevali ham dekorativ terak nallari yegildi. O'sha nallarimizni yetishtiruv bo'yicha, sho'lkomlashtiruv bo'yicha pitomnik ham nalxonalarimizda bugungi kunda 3.600.000 dona mevali ham dekorativ nallarimiz bor bo'lib, ham 5.400.000 dona terak ko'chatlar qalemchalari bor. Bu o'sha yegilib o'tirgan respublika bo'ylab yegilib o'tirgan teraklarimizni hisobotini yurgizib, bu mamlakatlik inspektorlarimiz tomonidan ekologiya komiteti tomonidan ishlab chiqilgan Jasıl makon elektron platformasi, ya'ni planshetlarimizga kundalikli turda kirgizilib kelinmoqda. Hozir o'sha yilning 27-mart sanasida chekim 1.827 top yegilgan teraklar hisoboti yurgizildi. Majlis qarorina ko'ra mekeme ham sho'lkomlar Nukus qalasi ham rayon hokimliklari tomonidan 25-mart ham 5-may oralig'ida ahamiyatli 40 kunda jo'xori neda sho'lkomlashtiruv topshirmalari berildi. Rahmat. Shuni ham aytib o'tish kerak. Mana ko'rib turibsiz, hozir mana ko'rishingiz mumkin. Bu asosan yo'l bo'ylari hisoblanadi. Bu yerda mana yo'llarning atroflariga turli xil ko'chatlarni ekish, ko'chalarning atrofini ko'kalamzorlashtirish, madaniy daraxtlarni ekish bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki, asosan iqlimimizga mos bo'lgan daraxtlarni ekishga e'tibor qaratilmoqda. Negaki, Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproq sharoiti ham o'ziga xos. Negaki, bu yerda asosan yerning sho'rligini yashirib bo'lmaydi. Shu bilan birga asosan yerga zax suvlar yerning yuza qismiga ancha yaqin joylashgan bo'ladi. Mana hozir ayni paytda bizning suhbatdoshimiz Qoraqalpoq yo'l ko'kalam unitar korxonasining yetakchi mutaxassisi Rafkat Qadrimbetov. Rafkat aka, mana yo'l ko'cha atroflarini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha qilinayotgan ishlar, shu bilan birga mana asosan bizning shu yer sharoitimizga, tuproq sharoitimizga qanday daraxtlarni qayerdan olib kelyapmiz? Albatta durust. Bizning Qoraqalpog'iston Respublikasida bir tabiati bir og'ir bo'lganına baylanışlı dekorativ terak nallarni o'zimizning pitomnigimiz bor. Pitomnigimizdan tuxumdan yegilib, onun tarbiyasini berib, сөйтіп umumiy foydalanuvda avtomobil yo'llar bo'yina chiqarilmoqda. Bu teraklardan atab aytganda, o'zimizning yasin, katalpa, sapura, yapon sapurasi, qarag'ash hamda tuya sortlarini o'zimizda yetishtirib, ko'chalarga chiqarilmoqda. Hamda prezidentimiz baslamasi bilan Jasıl makon aksiya shengveri tekanida Nukus qalasi aymog'i ichida yo'llar bo'ylarına teraklar yegu жұмыстарда davom etmoqda. Bu ishlar Qoraqalpog'iston Respublikasida qanday tus olmoqda hozir? Durust, korxonamiz tomonidan umumiy Qoraqalpog'iston Respublikasida avtomobil yo'l bo'ylarini ko'kalamzorlashtirish жұмыстары olib borilmoqda korxonamiz tomonidan. Rahmat. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Qoraqalpog'iston Respublikasi haqida gap ketganda Orol dengizi muammolarini, Orol dengizi fojialarini esdan chiqarib bo'lmaydi. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasida asosan xabaringiz bor, keyingi 3 yil ichida, keyingi bir necha yil ichida Orol dengizining qurigan sohillarini ko'kalamzorlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Saksovul ko'chatlari ekilmoqda. Ayni paytda mana
Endi buni shuni ham aytish kerakki, bu yerda orolning tubida qolgan qumlarda daraxtning o'z-o'zidan o'sib ketishi ham, ko'karishi ham qiyin narsa. Endi hozir bir mutaxassisga yuzlanamiz. Bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilayotganini mutaxassisimiz o'zidan eshitib olamiz. O'zingizni tanishtirib bersangiz? Qoraqalpog'iston va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi atrof muhit ifloslanishi monitoringi bo'lim boshlig'i o'rinbosari Abduxalikov Imomjon bo'laman. Bizda muhtaram prezidentimiz boshlamasi bilan Orol dengizining qurigan tubida qanday daraxtlar, yaylovlar barpo etish maqsadida qanday daraxtlarning o'suvchanligini, unumdorligini oshirish maqsadida Orol dengizining qurigan tubini tuproqdan, atmosfera havosidan, suvdan namunalar olinib, hozirgi kunda tahliliy laboratoriyamizda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Asosan hozir bular qanday ko'kalamzorlashtirish ishlari qanday kechmoqda hozir? Hozirgi kunda saksovul o'simliklari yaxshi ko'karmoqda. Bundan keyin yaylovlarni barpo etish maqsadida solong degan o'simliklarni ham ekish maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Mana yana bir marta eslatib o'tamiz. Yashil makon loyihasi doirasida dolzarb 40 kunlik boshlangan va shu doiradagi ishlar qizg'in davom etmoqda. O'ylaymizki, bu ishlarda Qoraqalpog'iston Respublikasining har bir fuqarosi, nafaqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, balki yurtimiz fuqarolari ham faol holda ishtirok etishadi va o'zining ulushini qo'shishadi. Mana shu ekilayotgan daraxtlar kelajakda yurtimizning atmosferasini, ekologiyasini tozalashga xizmat qo'shadigan bir katta daraxtlar bo'lib yetilishadi. Rahmat.